بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين آمين. أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى باب الخيارات. خيار degan ism ixtiyor yoki taxyirdan kelgan. İkkining birini tanlash demakchi. Ya sodini hesab qilamiz, ya sodini hesab qilmaymiz. Ikkining birini tanlash. Ve xiyorat degani bir sodini qilgan bo'lsak, biroz bir sodi qildik. Sodini qilgan bo'lsak, bu sodini bekor qilishga bo'lgan ba'zi bir ahvollar bor. Yani xalsa bekor qilinadigan ahvollar bo'lg'achqa, xiyorat degan fursat berilgan. Xiyorat to'rt turlik. Xiyar shart, shunda 3 kun ichida yandirib bir akab birma deydigan. Xiyarul vasf, xiyar ta'yin. Xiyar ta'yin deganimiz masalan, chapandan o'nni olib ketib, ashundan uydagilarga yaragandan 2 kun olib qolama qolganini akab birma degan. Xiyarul ru'ya, xiyarul ayb. Buni bir-birlab bayon qildi. Hadi men demoqchi bo'lgani, xiyarul shart jaizun lil mutabayyi'ayn. Xiyarul shart bilan boshladi. Şu sodini qilgan sorunda, elini sitim qilgan sorunda ikkili taraf yoki bir taraf ashunda shartni bekitib qolsa, manchilik muddatda yondirib akib beralayman der. Ya setvoqchi yoki sotquchi shart qilib qolsa, yoki uchinchi bir shaxsninki tanlashiga bog'lab qo'ysa, bu xiyar shart bo'ladi. Mesela dükkançı deb qalsak, satqadim 3 kun ichida men yeni olsam olama degan bo'lsa. Yoki setvoqchi 3 kun ichida qaytarib bersam qaytarib berma. Yoki uchinchi bir shaxsning tanlashiga qo'yib qo'ygan bo'lsa, masalan, dadam ma'qul kelsa, hisob bo'ldi, bo'lmasa qaytarib berma. Ayolim ma'qul desa, hisob bo'ldi, bo'lmasa akab berma. Ama xiyar şartı caizun lil mutabayyi'in dedi. İki taraf aynı şart qilsa, bu hesap bo'ldi, kuchga ega, yo'l qo'yilgan ish. Aslida, mush masalada İmam Navaviy rahmatullohi alayhi xiyar shartninki shariatda jaiz ekanligiga ijmo'ni naql qilgan. Lekin ilgirkilardan durust emas yerlardan Tavri, İbn Shubrima va ba'zi zahiri ulamolar bor. Bular xiyar shart jaiz emas deb turadi. Yani bunu hesap qilmasak, boshqa hamma ulamolar birdek jaiz deb qaraydi deymiz. Jaiz emas deganlar, chunki buningda noma'lumlik bor. Aslida sodini qilgan ekan, yanmaydiganini qilish lozim deb turgan va bu vaqt kelgan Habban ibn Munqiz radhiyallohu anhuning hadisini sahih emas yoki shu kishiga xos qilingan ruxsat deb tushungan. Ham jumhur ulamolar buni jaiz deb qaraydi. Jaiz deyishda mush Habban ibn Munqiz radhiyallohu anhuning hadisiga tayangan. والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم لحبان بن منقذ رضي الله عنه وكان يخدع في البياعات سوسيت قلادا ويلب كتغان بوغاشقا aldın kızgan boğaçqa muşunda deb şart qilvagan deb yo'l ko'rsatgan. İdab ta'ta nasid vasan faqul la khilabata. Qo'llash yo'q, aldash yo'q, jumamsan. Agar aldigan bo'lsan, deb gapirma degan. Waliyal khiyaru thalathata ayyaman. 3 kun ichida yondirib berish shartim bor. Bu cumhur ulamolarninki xiyar shart, ya'ni 3 kun bekitib yoki ma'lum muddat bekitib sodini bekor qilib o'tish ixtiyorligi borligininki dalili. Qala khiyaru shart jaizun lil mutabayyi'ayn wa li ahadihima. Ikkili taraf shart qilsin bo'ldi yoki ikki tarafning birisi shart qilib birisi yanmayma deb muqim tursin bo'ldi. Thalathata ayyamin fama dunaha. En yuqori cheki 3 kun. 3 kun yoki 3 kundan az muddat bekitsa bo'ladi. Bu Hanafi mazhabining qarashi. Va la yajuzu akthar min zalik. 3 kundan ortiq vaqt bekitsa bo'lmaydi. Va huwa qawlu Zufar. Bu İmam Zufar rahmetullah aleyhi'nin qarashi. Yani İmam Abu Hanifa'nın ve İmam Zufar'ın qarashi. Ve qala yajuzu idza zakara muddatan ma'luma. Sahiban iniq bir muddatni bekitsa 4 kundan ortiq bo'lsa bo'lardi deb qaradi. Nima uchun? Sahibaning dalili لأن الخيار شرع نظرا للمتعاقدين للاحتراز عن الغبن والظلامة. Çünkü bir ixtiyorlik, yenilish ixtiyorligi nima uchun yo'l qo'yilgan desa, go'llanishdan va haqni elashdan saqlanish uchun ikki tarafning manfaati uchun yo'l qo'yilgan. Vaqad la yahsulu zalika fi thalathi. Ba'zida 3 kun tanlash muddat bekitsak, bundan saqlanish vujud chiqmasligi mumkin.
fekunu mufavvadan ila ra'yin. Ondan yani kim bekse ya iki taraf düşken boyunca ila ra'yin yani ila ra'il mutaaqidayn desek. Yani ila ra'il aqidi. To'xtamlashuvchininki o'zining tanlashiga qo'yib bermas. O'zining manfaatini u o'zi biladi. Yani bu mesele aslında ixtilof bo'lgan masala. İmam Abu Hanifa bilan İmam Shafi'i ve Layth ibn Sa'd qatorliq imomlar 3 kundan ortiq vaqt bekisi bo'lmaydi deb qaragan. Sahiban bilan İmam Ahmad ibn Abi Layla, Davud Zahiri ve İshaq bu ulamalar 3 kundan ortiq qanchalik muddat bekisa 5 yil, 10 yil yani bekisi bo'lardi deb qaragan. İmam Malik rahmetullahi alayhi şu so'dining tabiatiga qarab, ehtiyoji qarab bekisi bo'ldi. Masalan, kiyim-kechak mana bir narsa olib qolsa, 3 kunga qadar bekitdi. Dedak setilib qolsa, 1 hafta yoki 5 kun. Uy, quruq joy setib olgan bo'lsa, 1 oy ixtiyorli. Shu so'dining tabiatiga qarab muddat bekitsak bo'ldi deb qaraydi. Yani bu şu meseleге münasebetlik hadisten Sayyid Bukhari'da Abdullah ibn Umar radıyallahu anh'ın bir hadisi var. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. شكل ağırlık etmeyelim bolsa yeni öyle pürüsüba illa bey'al khiyar. Fakat lam khiyar sodası da bunun sırtıdadır. Bu khiyar sodası bunun sırtıdadır. İstisna koyuştu maksat nimeni istisna kıldı dese şu xil izahlıgan olamalı. Şu oturuşta bu so'z tutkitidan yeniş yok degan bo'lsa, şu sorundan da kopmay billo o'tagan bo'lsa-mu, yanolmaydi degan gap bu bir. İkincisi, ayrılık ketmaganlar bo'lsa, ixtiyorligi bor. Faqatlam keyin yenish ixtiyorligimiz bor deb tutishgan bo'lsa, keyinga, mesela 3 kunda bu chaqda ixtiyorlik ayrılık ketgandan keyin davomlashadi degan. Nolki mishada ikkinchi tushuncha bilan tushunib qolsak, İkinci izahçılar illa bey'al khiyar degenne bu şu cumhurning qarşıga mush hadisni dalil buldu. Bu ayrılık ketmeyenler bolsa, şu sorun bilottan bolsa yeni alaydı. Lekin 3 kundak bir muddatga yeni o'lish fursatimiz bor deyishgan bo'lsa, bu chaqda bu sorundan chiqib ketsimi, yana yeni o'lish fursati bo'ldi degan. قال ومذهبهما منقول عن ابن عمر رضي الله عنهما صاحبانك وإمام أحمدنا وداود الزهري'nin qarışı İbn Umar radıyallahu anhu'dan rivayet kılıngan idi. İbn Umar radıyallahu anhu'dan kılgan rivayet ennehu ecazal khiyara ila şehrayn deb kelgan. Bunu İmam Zeylai Nasbur Raya degan kitapta garibun cidden. Bu daif. Senedi emas. deb baholagan. İmam Ayni el-Binaya degan kitobida el-Binaya Sharh al-Hidaya hada lam yathbut bi isnadin sahihin semas degan. Yani bir ojizligi bilan ajazal xiyara ila shahrayn degan gap bu xiyarul aybni o'z ichiga oladi, xiyarul ru'ni o'z ichiga oladi, xiyar shart xos emas bu. Yani bir tarafdan bu davanın fakat bir kısmına delil bulunushi mümkün. Sahih bo'lib qolgan taqdirdami? Sahih va dalalati aniq xiyar shartni bildirgan bo'lsa-mu, faqat davanın bir kısmına delil bo'lalaydi. U bo'lsa nima? Sahiban qancha muddat bekisi bo'ldi degan. Mana shahrayn bilan cheklandi. Bunda 2 yil, 4 yilgacha shartisi bo'ladi degan gap yo'q. 3 kundan 2 oygacha bor. Nima? Lekin bu rivoyatmi tirab turolmaydi. ولأبي حنيفة رحمه الله إمام أبو حنيفة وإمام شافعي وليث بن سعد قتل القالنا دليله أن الأصل ينفي جواز الشرط. أصل قاعدة بوجه دسك بيادا شرط بمسك لازم. أصل قاعدة aldın sattın da soğuduklusun ama bu soğudun bakar kılıtlaşıyor. لما فيه من نفي ثبوت الملك الذي هو موجب العقد. Çünkü bu soğudunun neticesinden buldu. Mucibul aqd degan bu soğudununki milisi, neticesi aş setvagan tovar a kişinin igdaçılıqdan setvagıçınınki igdaçılığı yütkildi. Bu soğudunun neticesinde oldu. Va tovar adamның tovarı adamның bo'lib ketdi. Yani bu xiyarni shart qilib qo'ysak, şu tovarning boshqalarning qo'lga yetkilishini to'sab qo'ygan narsa. Yetkilay dishga to'xtan, hisoblamas bilan bekor qilinadigan narsa. Fala yasihhu kasairi mujibat al-aqd. Danken bu to'g'ri bo'lmaydi. O'sha asli qoida bo'yicha desak, bu xiyar shartga nas to'g'ri bo'lmasi lozim. Chunki biz savdo qilamiz deymiz, bu xiyar shart savdo bekor qilishga hech nechpirdi.
Kesair mucebatul aqd. Başqa so'dining mevalaridek mushu mevani bekor qiladigan narsa bo'lgan ekan, asli qoida bu to'g'ri bo'lmasligi lozim. Mucebatul aqd nima dedi? Mucebatul aqd. Natijasi, so'dining natijasi va mevasi. Al-aqd yujibuhu. Hani bu so'dini qilgandan keyin buning asar va ahkomlari mutarattib bo'lib kelgan gap. Masalan, ash tovarni setib oluvchiga topshirish lozim. Shama, ash tovar setib oluvchi bo'lib ketdi, igdasiga o'tkazildi. Agar naqd so'd qilgan bo'lsa, pulni sotuvchiga topshirish lozim, u pul sotuvchiga bo'lib ketdi. Hani ayiblik bir ahvol bo'lib qolsa, unga egildi. Bu shu so'diniki mujibatul aqd. Hani mujna mujibatul aqdni bekor qilgan narsa bo'lib qolsa, bu to'g'ri emas-da aslida. Biz so'diga kishilarning ehtiyoji va so'di qilishi shu yo'l qo'yilgan dedik. Ama bu so'di qildi. Qilganligilar uni yo'q, so'dini bekor qilishga bo'ldi, bunda qiliblam deb ishni ichmaslik bo'lmaydi dedi. Aslida shunday dedi. Wa kadhalika an-nass yanfihi. Shundaqla hadismi shunda bekor qilishni nafi qildi. Yanfi shart dedi. Wa kadhalika an-nass yanfihi, yani da xiyar şartni to'g'ri topmaydi. Va huwa qawlu sallallohu alayhi vasallam, shu nas nima iborat? Rasululloh sallallohu alayhi vasallamninki Attab ibn Asid radhiyallohu anhu ga hina ba'athahu ila Makka. Makkaga avatgan chaqda o'zininki o'rinbosari vali qilib, amir qilib avatgan chaqda shu sahabaga bergan ko'rsatmasi. İnhahum an bay'in ve şartın. Sen Mekke'deki fuqarolarni shartlik so'da qilishdan to'sgan ve bay'in ve salafın. Qarz birlik qilgan so'dadan to'sgan. Bu hadis rivoyatininki mushunda mazmuni kelgan hadislar ko'pincha ojizroq bo'lsin, lekin to'plami amal qilishga yaraydi. Bunda bir hadis geldi, bu xiyar şartni to'g'ri topmadi demak. Bay'in ve şartın dedi. Bu xiyar şart deb qo'ysak, mush so'dni hozir ham so'da qildik, ham bir shartni aralashtirib qo'ygan bo'lamas. Bu hadisga zid keldi. Wa ru'yanahu sallallohu alayhi vasallam naha an bay'in ve şartın. Yana Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan unda shart qilib turib qilgan so'dini to'sqanlikka kelgan. Bay'in ve salaf degan qarz. Bir so'dni qilib, so'dining ichida ma'lum bir qarzni shart qilgan ahol. Ma'na sizga setib berma, lekin mana pul cho'qim berib turlar degandek. Buning har xil shakllari bo'lishi mumkin. Yani müşahidismi bu Hasan darajalik Abu Davud rivoyat qiladi. Müşahidismi xiyar shartni to'g'ri emas deganni ko'rsatdi. Ana yuqorida shuna qarasak, al-asl deymiz ama al-asl mushu muomalatdagi asos qoida va qiyos xiyar shartni to'g'ri topmaydi. Ana ikkinchisine keldik, u to'g'ri topmaydi. Demak, hadis bilan qiyos buni to'g'ri topmaydi aslida. İlla anna biroq biz adalna an hadil usul. Mushunda usul qoidalarini bir taraf qo'yib turib, va qulna bi jawazihi. Bun jaiz dedi. 3 ayyam 3 kun biksa, xiyar shartli biksa jaiz dedi. Lima ravayna min hadith Habban radhiyallohu anhu. Bu yerda Habban radhiyallohu anhu hadisi bo'lg'achqa biz cho'ng bildigan qiyosni, ya'ni boshqa nimada kelgan hadisni bir taraf qo'yib turib, bosh ustiga deb hadisni qabul qildik. Ya'ni Hanafi mazhabining nasni oldin o'ringa qo'yganligining isboti. Nolga shart usul nimada iborat? Qiyos va o'tgangi hadislar. Wal hajatu ila daf'il ghabni tandaf'u bis-thalath. So'dni ketkizib qo'yash va boshqa qo'ylab ketish degandek ahvollardan saqlanish qarta bo'lgan ehtiyojni 3 kun bekitish orqali qandig'ili bo'ldi. Fabaqiya ma wara'ahu 'ala al-asl. Undan keyin 3 kundan ortiq bekitish asli qoida bo'yicha cheklangan davrda qolib qoldi. Asli 3 kunmi cheklanganda bizning asli qoidamiz bo'yicha hadis ketdi, asli qoidani tashlab o'tdik. Hadisni oldik. Qarasak 3 kundan keyin vaqt bekitishga hojat yo'q. Undan keyin ad-darura tuqaddar bi qadriha degan qoidadak bizning shar 3 kun bilan kifoyalandik. Hadislarga istihson ma'lummi? O'sha hadisni og'irligi istihson deyishga bo'ldi. Ya'ni shu ikki hadisdan kelgan mazmunni va qiyosni tashlab turib, bak kuchliroq dalilni og'irligi istihson deyishga bo'ldi. Ana bu ikkinchisi hojat degan bo'lsa, buni istihson deb qolsak, bu bir turli istihson bo'lishi mumkin. Yana 3 kun deb bekitish ba'zi bir ahvollarda kelgan.
Mesela el-musarra hadisida men ishtara musarratan falahul khiyaru thalatat ayyam degan. Musarra degan yilida üstüne 3 gün yig'ib qo'ygan sog'liq. Üstü chiqir ekan deb ko'z uchun 3 gün saqmay 3-ni kuni chiqiblam satsa shunda nechilik chiqadigan ko'rindi. Aşında ataydan tayyorlab qilgan sog'liqni setib olgan kishi keyin birinchi kun satsa 5 chiqdi. 2 kun qarasa 5 chiqmagan. Bu men o'ylagandek emas ekan deb 3 kun ichida endi bir shaqovatli degan ayında bir hadis bor. Lekin ash musarra hadisiga mo bir tarafdan da qiyos qilish bo'ldi. Buningdan boshqana 3 kun deb bekitgan ba'zi bir muomala ishlar bor. Ya'ni ba'zi narsani bir xil 3 kun vaqt bekitgan ahvol bo'lg'achqa bu shariat 3 kun deb bir bekitishninki asli tigi bor deb buni qiyos qildi. والحاجة للبائع والمشتري فيثبت في حقهما. أن بيالك احتياج her ikisinin ihtiyacı var. Ziyan tatmaslık, koyup ketmeslik diyendek. Bundan sonra her ikisine ispatlanıdı bu şey xiyar şart hakkıdır. Dükkancı ayda şart isim buldu, setvalı şart isim buldu, çıkış şart isim buldu. Ya işkileyle şartlı isim buldu. Bireylen şartlı isim buldu demek. Qala walau sharata al-khiyara akthara min 3 ayyam. 3 gün artıq şart qilib qalsa, 3 gün artıq şart biz bo'lmaydi dedi. Ama bunda qilib qalsa, aw lam yubayyin vaqtan yak bir vaqt bekitmay, yandir biz ixtiyorligim bor deb shart qildi. Men 3 gün ichida demadi. Aw zakara vaqtan majhulan yoki noma'lum bir vaqtni tilga oldi. Aniq emasligin. Masalan, qayaqan qadar, xaman qadar desa bu bir tarafdan ma'lum. Xaman shu 6-oyning netisi, shu bir hafta bir osh ketishdan qildi. U bir xil ma'lum endi. Lekin qayaqan qadar, qachon buran chiqqan qadar degandek bunda qilsa bo'lmaydi. Yoki bir muddat, ma'lum zaman degandek noma'lum vaqt bekitib qilsa bo'lmaydi. فأجاز في الثلاث. أنا جقرك وش أهواله 3 günden artık vaqt bekitdi yoki faqat vaqt bekitmadi yoki noma'lum vaqt bekitgan 3 ahvolda Hanifi mazhabning qoidasi bo'yicha bu hisob bo'lmaydi. Ama bu bay' fasid bo'lib ketdi. Lekin bunda bekitgandan keyin mush ahvollar bo'lib qolsa bu to'g'ri bo'lib ketadi. Ya so'diki chataqliq yo'qaydi deydi. Mana fa'ajaza fi thalathi. 3 kundan ortiq bekitgandan keyin 3 kundan ortiq bekitdi. Bekitgan chog'da bo'lmadi debdi. Ama lekin ikkilarning birisi ya ikkilarni tutishib 3 kundan ortiq bekitsak bo'lmaydi. 3 kun deyishaydi, tamam hisob bo'lib ketdi. Aw asqatahu yoki tigidan xiyar shartni qilib bo'ldi, so'dim shartni ixtiyorlik yo'q deb plan. Burun 4 kun bekitgan bo'lsa ya 1 oy bekitgan bo'lsa bekor qilaversa, tamam to'g'ri bo'laradi deydi. Yani asqatahu ya asqatal xiyara bil kulliyya tigidan tushirayotgan bo'lsa. Aw saqata bi mawtihi yoki ixtiyorlikqa ba bo'lgan kishi o'lib ketib qolsa, bu xiyar bekor ketgan bo'ldi. Qamlashmagan xiyar bekor ketsa, so'da joiz bo'lardi deydi. Bekovlik ketadi. Chunki bu miras qoldirmaydiganlar. Ashalarning o'lim bilan ish tugadi. Yani so'da bilan bo'lib ketdi. Yani muqimdalgan bo'ldi. Nadiran bir hafta deb bir kitob bu odam pokit o'lib ketsa, bir hafta degan gap emas, chataqni so'dini buzitdi bu. Biz chataq yo'q deb mana so'da bitib ketgandan keyin deb plan hisob qilamiz mana so'dini. Aw bi mawtil abdi yoki shu so'disi qilingan qul o'lib ketib qolsa, bu ham bi mawtil abd shu chaqdan da so'sa tiqqamasan qulni elib sotg'ash vaqtida misol qilgan bo'g'achqa shu qul o'lib ketsa yoki bir qo'yni sotib olgan qo'y o'lib qolsa yoki yo'qolib ketsa xiyar uzilg'o xiyar yandirib berish degan narsa mavjud emas. Lakin mabiyalar shunama nonikan hozir bu qamlashmagan xiyar bekoldi so'di hisob deymiz. Yani mümkün kadar ya da yani bir mazhabning o'ylig'ini mush so'dini mümkün kadar joyida oyoq chiqarish, bekor qilib o'tmaslik. Aw a'taqahu al-mushtari yoki shu pulni setib olgan bo'lsa va so'didan da noma'lum vaqt bekitgan bo'lsa, 3 kundan ortiq vaqt bekitgan bo'lsa, setilib ham vaqti ozod qilib o'tibdi.
qo'ldan chiqaryapti degan gap. Alakin va bi'azir. Bu nimani non setilib yeyotgandeklar. Yoki masalan bir qo'yni setilib, vaqti biraylarga hadiya qilyapti, beryapti, sadaqa qilyapti, qo'ldan chiqaryapti. Bu yerda xiyar degan narsa tugadi. Musha ahvoldimi? Sodi hisob bo'ldi, chataq shart hisob emas deymiz. Yani bu setuvag'uchininki qo'lida xiyar bo'lgan ahvolda shunami? Aw ahdasa fihi ma yujibu luzum al-aqd. Yoki ash tovarni setuvag'andan keyin bir oy ichida qaytarib bermadi, yoki ma'lum muddat qaytarib bermadi degandek mujmalga qilib qo'yar. Ay tovarni ishlab chiqadi yoki boshqa narsaga aylantiradi. Yani durammaydigan shekilda. Masalan, un setuvag'an bo'lsa, bug'doy setuvag'an bo'lsa, buni tatib nayiq bo'ldi. Raqagan bo'lsa, kesib kiyim tikatdi. Bundan bu yerda aql bo'ldamda yandiranmaydiganga bekitilib ketdi degan gap. Yanqalibu jaizan. Aslida shunda mujmal shart bilan qamlashmagan savdo yandiranmaydigan bo'lgandikanlar, qamlashmagan xiyar beka bo'lgandikan, to'g'ri savdoga aylanib ketadi. Kashildan qutulgan bo'lg'achlar. Xilafan lizufar. Bunda ahvollarda biz savdo to'g'ri etdi, lekin qilib qo'ygan sharti mujmal bo'lib qolibdi, qamlashmadi deb tursak, qamlashmagan nimani o'ngishlatgandan keyin hisob bo'ldi dedi. Imom Zufar rahmatullohi alayh, ya bu boshda qamlashmagan bo'lsa, qamlashmagandan keyin uni remont qilib, hadazli saqmo, chatqimo saqmo bu to'g'ri bo'lib qolmaydi. Aslida shu to'xtamni qilishgan chog'da qamlashmagan. Demak, yuqorida bo'lish mushtari uchun xiyar saqtoqda. Yo'q, bu oxirgi ataqal mushtari deb birisiga va mushtarining misollarida o'z ikkili tarafga munosabatlik bu. Asosda turishib bu maslahat mushtarining to'lig'i. Mushtarining misoli bu. Masalan, saqata bemavt degan do'konchi saqadan bo'lib ketgan bo'lsa, shipti asqatov degan shu ikkili taraf. Bir oygacha endi basak bo'ldi deb tutishdimi? Keyin bir oy o'zgarib ketgan. Bu 3 kunda endi birishga bitishaydi desa, chataqni o'ngishayotgan bo'ldi. Joyi tushdi. Zufar rahmatullohi alayhining dalili li'annahu in'aqada fasidan. Bu savdo aslida ashula fasid savdo bo'lgan. Fala yanqalibu jaizan. Buni aqlchi remont qilsakmi, to'g'ri savdoga o'zgarib qolmaydi. İmam Zufar'ın qiyas qilgan. Masalan, shahidlarni akamay nikoh qilgan bo'lsa, nikoh qanday qildi? Shahid yo'q. Ashkala o'tiriblar, oldin tagdim deyishdi. Anarxonning nikohida. Endi degandan keyin bu guvohsiz nikoh bo'ldi, bu chataq qildi. Ya'ni keyindan bular oldin tagdim degan u so'rinda guvohchi bo'lmasa, keyin ushlat guvohchini kelib qilsa, dastlabda qilgan nikoh to'g'ri nikoh bo'lib qolmaydi dedi. Aslida shu chaqda bu nikoh qamlashmagan. Guvohchi yo'q degan kamirini keyin to'liq qilsangiz, to'liqlagandan keyin shohidlar bor chaqda oldin tagdimda guvoh shu chaqdan tortib to'g'ri bo'ldi. Lekin boshdan tortib bu to'g'ri bo'lib bo'lmaydi. Shu oraliqda masalan billogan bo'lsa, bu shubhalik billolashdan iborat. Keyin shohidni to'liqlab qo'ygandikanlar, bu oraliqda billolashi shu to'g'ri nikohni billolgan demak qo'ydi. Bunda sahibango ittifoq qildi, shu nikoh beg'ayri shuhud bo'lib qolsa, u keyin endi shuhudni akilib qilsa, burundan tortib u to'g'riga aylanib qolmaydi. ولأبي حنيفة رحمه الله أن المفسد لم يتصل بالعقد. Almiyada Zufar'ın karşılıkı da hazır kim bad etti o? Ebu Hanife var. Sahiben yok. Sahiben belki aşnımıdı var. 3 günden artık biksi buldu diyen noktada sahiben var. Lakin mechul biksi kalsa bulmaydaydı odur. Hemşe Ebu Hanife bad ettiler. Veli Ebi Hanife rahimahullah ennel mufsida lem yettasıl bil aqd. Biyada musod meselesinde sodun buzulgan narsa to'xtamga ulashib kelmadi deydi. Billa chaqishib kelgan bo'lsa-da, bu boshdan buzuq deydi buni. Li'anna al-fasada bil-yawm ar-rabi'. Chunki bu yerda sodining buzilishi 4-kundan tortib boshlanadi. 3 kunni bekitgan bo'lsak, 3 kun ortiq shartlashgan bo'lsa, biz 3 kunni to'laydik, 3 kunga qadar hisoblaymiz. Ya'ni ma'vafaqa ash-shari'a 3 gün şeriatı bağıttı. Kulağın leysa aleyhi emruna favoraddun 4. günün tatip kılan şart biz red kılan dedi. 4. gün gelse şu çağdan buzuluttu dedi.
Bu anda Abu Hanife rahmetullahi aleyhinki ko'z qarashi. Hatta innal aqda innama yafsudu bimudi juz'un min al-yawm ar-rabi'. Buni ta'kidlaydigan shuki, bu to'xtam 4-kundan shunda 2 minut 3 minut shunda o'tishirlar buzib ketdi. Fayakun al-aqdu sahihan qablahu. Undan keyin 4-kun kirishga qadar bu asl to'xtam burunda to'g'ri bo'lagan bo'ldi. Va li annaha muddatun mulhaqatun bil aqd. İkinci dalil desek bu xiyar shart degan aş to'xtamga qo'shimcha yandashtirib ekib qo'ygan bir vaqtdan iborat. Mani'atun min biramihi. Ay so'dininki tutib ketishini to'sab qo'ygan narsa. Fajaza an yanbarima bi isqatihi. Undan keyin aş xiyar fasidni, qamlashmagan xiyarni bekatini o'tish orqali bu so'da tutib ketishi joiz bo'ldi. İmbram yani bunu puhtulab tamamlash. Bu qo'shimcha bir narsa. So'dini bika qilib qoldigan bir narsa. Undan keyin mushin tushirsak, so'da ravs bo'ladi. Kal xiyar sahih. Xuddi to'g'ri xiyarga o'xshash. Mesela to'g'ri xiyar 3 kun xiyar shart qilgan bo'lsa, mushu so'dining tutishini to'sab qilish ehtimoli bor. Ammo 3 kun ichida so'dini bika qilish ehtimoli bordi. Ana shu xiyarni shundan tushirsak-chi, 3 kun xiyarni yo'qotsak, so'd to'g'ri bo'lardi. Undan keyin mush ahvolda shunda. Ya'ni 3 kundan ortiqni 3 kun shart qilganga qiyos qilyapti. Shart qilib keyin 3 kun qo'shmasdan bo'lgan avval xiyar shartni beka qiladi. Masalan 3 kun ichida qaytirib beramiz deb tutdikmi? Lekin 2-chi kuni bo'ldi hisoblab ketdi. Qaytirib ekenmayman dedi. Anda deyversa, so'da tutib ketishdi-mi? Ay xiyarni isqat qilsak, so'da tutib ketdi. Endi ma ahvoldimi 3 kun ortiq deshga ahvoldimi? Buni isqat qilsak, so'da tutib deyverdi dedi. Agar undan so'ng shu xiyarni setib olgan kishi qilib, agar sotgan kishi qilmaydi deydi, lekin masalan do'konchi men 3 kun ichida yondirib olsam olma deb sotgancha deyishgan bo'lsa, yondirib olaydi. Unda degan bo'lsa, yondirib olmaydi. Ama setib oluvchi 3 kuncha yondirib akib berma, odat do'konlamasdan bir haftacha yondirildi, bir hafta ishga yondirma deb yozib qo'ydi. Bu shun bir shart xiyarga o'xshash. Buni hech qanday o'zgartirish kirgizmagan bo'lsa, kelmagan bo'lsa, kimni yondirib berdi. Ba'zi yondirib bermayman, boshqa narsa almashtirib berman deb shartlashdi. Bu bir shart. Agar uni iste'mol qilib, kiyim-kechak kiyib, tomoqni yeyotgan bo'lsa, yondirib berish degan xiyar katta degan. Bundan sonra satqıcı qaytaramaydı deb qolsa, oldida xiyarni ishga taraf qilsin, bu ishga tarafdan sindirsin. Shu satqıcı men yeni olmayman. Bo'lsa shu do'kondan buni olib chiqib sanolda. Deb menda deb turgan odam bo'lgan ekan. Bu xolisan, ba'zi bu do'konchilar bo'lmaydi, biz o'zaro masalan balla iPhone telefonini bizga setib ya dadam xaplab qilib yondirib ololama deb anda shart qilish mumkin. Yondirib olsam yondirib olaman. 3 kun ichida deb menda shart qilish mumkin. Lekin do'konchilar odatda unda shart qilmaydi. Buni setish huquqi. Ammo shu satqchi ya do'konchilar shart qilsa, hisob shu. Setib oluvchi shu ma'qul kelgandan keyin al muslimuna inda shurutihi. Setib oluvchi ishni bo'lsa satqchi tugaydi, ustolar so'rab qo'yadi. Ya, bitta. 3 kundan chuqur shart qilsa, bu shartni o'zi so'zni tiklab fasl qilmaydi demak. Tikidan fasl qilmaydi. Biz buni o'lcham tushmaydigan bir shartni qilib qo'ygan bo'lsa, buni egib akilib 3 kun dairasiga shunda akasak hisoblanadi. 3 kun dairasiga akagan bo'lsa, bu chaqda qamlashni deymiz. Hozir masalan 5 kunni qiyosga qilgan bo'lsa, 5 kundan oldin 3 kunligida avtomatik to'xtatib, 2 kundan boshlab bu yoki yig'ilib barliq kelmas. Ya, hozir Imom Abu Hanife rahmatullohi alayhining fikri bo'yicha, bu shunga biz bunda 3 kungacha saqlar ekanmiz. 3 kun tugab, 4-kun kelsa, bu jazma so'd hisoblamaymiz. Ammo 3 kungacha 4-ga kirishdan burun 3 kun hisoblab o'zgartirib olsa, bu to'g'ri bo'ldi. O'zgartirib olsa yoki musul qilgan bir ishli bo'lib qolsa, 3 kungacha ishlatib bo'ldi, riya qilyapti. O'zgartirgan avtomatik o'zgartirgan 3 kun ichida baslangan. Avtomatik o'zgarsa shunda. Masalan, sutni Allah bir tong sutni olib 3 kun saqlab, qaynatib qo'ymay, o'qislar erib qolib buzib ketdi. Endi beklanmaydi uni. Bu o'zgarib ketsa, yandirilmaydigan o'zgarib ketsa shunda. Jana xiyar shart
Şu 3 günün içinde avtomatikler toplandı ya bizi vererek mesela özgürlükten anda asker şartını değişik gerek yok Ya 3 gün içinde bu müşahede soğudu tüketsin, hesap bulup gitti, ya ki aşında işlik kullar. Bunda açarda soğudu doğru oldu. Ama hiç kanda özgürlükmemiş telefonunu ağam, şuna koyup 4. günü şunda kirip kalsa, bak orada canım bakalım dedik. Çiğdem bakalım dedik. Yerleriniz yarın olsa aşkı tavanına işletişim. Müşterine olsa tavanına işletişim var. Bular da işlettiler geldikken bunun kallık. İşletti. Aldı ona uyanmayan kuvvetken olsa bu çağda satkal yeni bir taraf yanılmaydı. وَشَرْطُ خِيَارُ الْأَبَدِ بَاطِلٌ بِالْاِجْمَاعِ Xiyarul ebed diyen ta ebed kadar yandırıp bir şakkın var diyen olsa, kaçan kalırsan şuca yandırıp bir şakkın var diyen olsa, bu müşahede batıl bil icma diyen Hanefi mezhebinden üç imamımızın ki ittifak olan batıl. Sol batıl mı yandırıp? Şart batıl. Satkan bol diye bir şey gelmiyor. Yani. Baş şartını bika kılarken diken solda insan kılıyoruz. Sen kısıtlı maşın ağzı sitrede 3 gün işaretlerde ağzından başka maşından zayıf dedi. 3. güne amaylarını kaydırıp verse kupra şarkı taraf kısıp bir işin gerek mi ya? Yok. Proje tarafılmaydı. Ya ki bunlar işlenmeyen de koyup durursunuz. Sonra da bizde bu andaki anımınısınız desen bu bir gel. Bombasa onu işletip durdu o situasyon hesapta. Sınavı kısıklı şart kalıp fiyat koyacağım. Bu şu situasyon mesela at. Çünkü binasını situasyon bir gün mesela menüp bakıdı. Sen jirakrak ya çıkıp bakıdı. Değil. Bu mükemmel sizin tekrar koyulan mükemmel kılığından 90'lar tane ما الزفر ده يدونه لأنه انعقد فاسدا فلا ينقلب جائزا. Bu soda zır fasit soda oldu. Keyin bu soda cazı bakılmaydı olduğunu Ebu Hanife rahmetullahi aleyh. Soda doğru soda buldu. Soda doğru oldu demek için. Ya da mana Ebu Hanife demek çoğuna mesela mufsid kad zala qabla taqarrurihi. Mesela sodını buzutulgan narsa resmi buzaylab bo'g'icha 4. gün keyin buzutdi. Buzaylab bo'g'icha asta yo'qolib ketdi. Shundan buzanma dedi. Shundan ki bu soda yanqalibu sahihan. Xuddi masalan sodini tushunib bo'lmaydigan bir gap so'z bilan bir soda qildi. Shu o'tirishda ishkalan qilib ya to'liq obda anlayolmay qoldik yoki gap so'zlar qo'llashmay bir qanday gap qilib soda qildi. Soda qilgandikan aqidillam shu so'rinda turiblam men manda demakchi manzur aldim deb tushunishga ketdim desa o'chadi soda to'g'ri bo'lib ketadi dedi. Şu meselede Hanefi mezhebinde meşayih ehl-i Irak ve meşayih Khurasan yani meşayih ma'ura'ın nahr iki medrese var. Bağdat'taki, Irak'taki Hanefi mezhep ulemaları bir medrese. Bunun bazı nesilden ayrı bir karışları var. Hem de bizden Orta Asya ulemaları ulumu, rolunu matara kuburab Hanefi mezhebinin kemisini aydab mangan bo'lgan ekan, nurgun kitobini yozib, shu mezhebga rahbarlik qilib mangan bo'lg'achqa, bular ba'zi masalalarni boshqa tahlil qilgan unda yo'nalishlari bor. Mushman Abu Hanifa o'tirib qo'ygan masalada mashayix ahli al-Iroq فإن عندهم ينعقد فاسدا ويرتفع الفساد بحذف الشرط. Burada ekan aslida bu soda fasid soda shunda bo'lgan bir oy yoki ham u yoqqan qadar deb shunda namalin qilganchada fasid soda bo'lganda nima tahlil o'xshamaydi fasid soda bo'lgan va yartafi'u al-fasadu bihazfi ash-shart nima chataq shartni ilitib qolsa ya tuzitib qolsa fasadlik ko'tarilib ketadi li'anna al-mufsida ittisalul yawm ar-rabi'i bihadi müddet. Çünkü bir yerde hakik buzutilgini 4. günning 3 kunga olishib kelişi fein hadafahu qabla al-yawm ar-rabi. 4. gün kirishdan burun 4. gün degan bigar bo'lsa faqad mana'a ittisal al-mufsid bil-aqd. O'chada buzg'uchininki aqdga shundan olishib kelishini to'sgan bo'ldi. Fasara kannal khiyara lam yakun mashrutan fil yawm ar-rabi. Şu 4. günde ihtiyarlık, yani bir ihtiyarlıgan narsa fakat şart kılmagandek lan cevap çıkıp ketdi. Bu meşayih ahlil Irak tahlili. So'zlarni ihtiyoriy paketga Soda aslida fasid so'z bo'lgan. Lekin ay fasid qilgan narsani ilvasak lan
bu joy uchib ketdi dedi. Ama Meşayih Khurasan ve Mevranah ulemalari fa'indahumul aqd mevqufun ala isqat şart. Bunu farset unda bilan bilamiz. Şu çatak nasininki yo'q qilishi qarashliq dedi mevquf. Tabi mudiyi cüz'ü minel yevmir rabi' fesad al-aqd. Na'anken 4. günden şunda 5 minut ötüşüyorlar ma aqd fasid bo'lib ketdi. Fala yanqalibu sahihan. Na'anken bu kim to'g'ri so'diga aylanib ketmaydi. Bi xilafi fasad nikah. Zufar şahidsiz nikah qilsa dastlabdan tortib fasid bo'ldi desa, ya bu farqlar qiyosga mal farq deydi. لأن الفساد فيه لعدم شرط الجواز فلا يمكن إزالته. Yani nikahdaki fasidlik bir yerde nikahın doğru oluşunun şartı tepilmedi. Bundan sonra bunu bu şartlı hiyardaki yoktu etkili olan narsa emas bu. Yani müşahede mazhab ulamaları şu Meşayih Khurasan ve Mavara Nahr'ninki ulamalarının tahlili caydıraq deb ma'ni tercih qildi. Hozir ma kitobdimi shuni nima qilganda Fabimudiyyi juz'u min al-yawm ar-rabi' degani shu. So'z fasid bo'lib ketdi. Bu so'zni amaldan qoldirmas. O so'z fasid. Biz ham da 3-chi kunni ortiq nim qilishni Faysalda bunda bir chegara qilib bekitdik-ku. Buni biz 3 kunga qadar shunda to'g'ri bo'lganligi aniq bo'lg'achqa biz buni fasid deb kesib o'tmay saqlaydi ekanmiz. 3 kunga qadar saq tutib ketsa, 4-kunga rasmay turib 3 kun ichida tutib ketsa to'g'ri bo'ldi-ku. 3 kun ichida tutib ketsa hisob. Hem 4-cü gün kadar bu sodunu tutkizmay, şuna davamlaşkandı kem, kamlaşmada matigidin bika olması deyken. Yani bu mu şu sodunu mümkün kadar pişkiye kıysak, bika kılıversak demek için. Çünkü Ebu Mezhep'te hürriyetil iradel insaniye diyen bir prensip var. Bunlar mümkün kadar insanın erkinliği, lefzi, şunu hesap kıldı, ağzından birliğine çıktı. Mümkün kadar bir küçük yıkıldı bu insan bunun sözü yelemez de nurgun işlerde müşunda terişip bakıldı. İnsani erkinlik, insani iradını kadirleydi. Verdin ki mağlu, nikahın ki şahit şertinde mağlu, khiyar ru'ya o sözsetlik şertlerine şu an aşkı soğuşmayı demek mi? Nikahın doğru bula şerti tepilmedi. Miyada şert tepildi, bir şart ya qo'shimcha bir narsa bor, lekin bu chatak bir narsa. Xuddi bir saq bir narsaga bir nima chapishib qolgandek. Xiyar shart animan shu nima shart emas bu so'zlar. Yo'q, u so'zlar u xiyar shart bo'lish kerak emas. Xiyar shartni qilmaymi? So'zlar to'g'ri bo'ldi. Lekin nikoh shuhudsiz nikoh to'g'ri bo'lmaydi. Ma xiyarul abadiyamda ma xiyar yo'q, buna shart yo'q, shart nikoh bilan ya. Ve şartı xiyarul ebedi batılun bil icma. Bu so'z bekor olib ketadimi yoki shart bekor olib so'z to'g'ridan-da? So'zi to'g'ri, shart batil deymiz. Shu shart bilan so'z qilganida shu Makkadagi bir voqealikda 3 imomdan so'rasa 3 xil javob chiqqan bir rivoyat bor. Shart qilib so'z qilsa, Imom Abu Hanifaning qish kelib so'rsa, "Ash-shartu batil vel bay' sahih" degan. Nima naha an bay'in va shart. So'da bakın bu yerda shartni so'diga chaplab qo'ysa, hadis keldimi? Zikkaga shartni, zikkaga narsani bekor qilsak, e'tirof qilmadik biz. Malay salihga buni favoriddun rad qilayotgan bay' bir shart to'g'rildi deydi. Hani bir olimdan so'rsa, shartmi hisob, bay'mi hisob? Çünkü Cabir radhiyallohu anhu'nun hadisida Medine'nin sırtından kilayotgan chaqda tugisini Rasululloh setib oldi. Andın Medine'ga minib berib shart qilindi. Cabir Medine'ga minib borgan. Minib borgan chaqda anda Rasulullohga topshirib turgan. Buna bir shart bo'lgan ekan, bayan sahih, shartni sahih dedi. Endi 3-chi bir olimdan so'rsa, ishkilasi batil dedi.
Onun hadis var. Şu hadisni alim şu cevapta delil koyuyor. Mahni bir mezhepten şart batıl, soda sahih deydi. İcma degan sözge dikkat qilsangiz, icma degan söz, yani bir mezhepning kitoblarida kelsa, ko'pincha icma salata shuni ko'rsatadi. Buni bütün İslam ulamalar da tushunib qolsa bo'lmaydi. İcma umma emas, ba'zida icma ummani ko'rsatadi. Mesela İmam Nevevi Mecmu degan kitobda bil icma başta Şafii mezhebinin işlik qarashini bayon qilib, Şafii mezhebinin ko'z qarashini bir bayon qilib o'tdi. Bundan keyin fuqaha al-amsalning qarashlarini fiqh muqarranga andin tushdi. Şafii mezhebinin qarashini bayon qilayotgan chog'da, bu bil icma manda deb qalsa Şafii mezhebinin ulamolarining ba'zi diqqat qilmaganlar shundan naql qilib qolsa, faloni bil icma degan masalan, Şeyh Mavsili batil bil icma degan, bunda hech qanday ixtilof yo'q, bu batil deb qalsa xato qilgan. Çünkü bunu İmam İbn Taymiye mesela bazı ulamalar batıl emas deb turilishi mumkin. Yani aslında mengü deb qalsa, o'lganga qadar xiyar bor deb turildi. قال ومن له الخيار لا يفسخ إلا بحضرة صاحبه أي بعلمه. Yani bireylerinin ixtiyorligi bor dedik ama ya ishkilarning ixtiyorligi bo'lsa-mu, qo'lda ixtiyorlik bo'lgan kishi, qarshi tarafdan ixtiyorlik bo'lsin-mi, qo'lda ixtiyorlik bo'lgan kishi, qarshi taraf bayada ondan so'dini bekor qilib talaydi. Yani benim qo'limda yenilish fursati bordim, men yeni oldim bo'ldi, olmayman, yoki sotmayman. Bir hadrat sahibidan maqsad, yani aşağıdanga shuni uqtirib qo'yish lozim. Bu yanğanlıqını uqtirmay, qarshi taraf so'da hisoblab ketdi deb o'ylab qilib, sataqishdi. Talash tartishib, urushib qoldi. وله أن يجيز بحضرته وغيبته. So'dini hisob berganda javob bergan vaqtida qarshi taraf bor bo'lsin yoki yo'q bo'lsin desa bo'lardi deydi. Ularning keyin hozir ikkalan tarafan fasl masalasidan qarshi tarafga bildirib qo'yish lozim, lekin so'z hisob bergan bo'lsa bildirsin bo'ldi dedi. Ya, valahu. Hozir qo'lda ixtiyorli bo'lgan kishi, men so'zini yeni olsam bo'ladi deb ixtiyorli bo'lgan kishi, qarshi tarafning ixtiyorli bo'lsin, bizni deb qolsa, men so'zini yendim, xabarlar olib qolsin deb uni uqtirgan. Ammo so'zini hisob qilib bo'ldi deb qolsa, xabar qilmasmi bo'lardi. Bu İmam Ebu Hanife Muhammed'nin qarashi. Ve qala Abu Yusuf rahimahullah yafsahu bi ghaybatihi aydan. Yo'q bu so'zini hisob qilgan chog'da ba'osin yo'q olsin oldida qarshi taraf hisob qilsa bo'lardi. Undan keyin bekor qilib tushosimi, qarshi taraf yo'q yadimi bekor qilib talaydi. Nima uchun desa, li'anna al-khiyara athbata lahu haqq al-ijazati wal-fasl. Çünkü bu yerda bir ixtiyorlik borda, bu ixtiyorlik so'zini hisob qilish ya bekor qilish haqqini bergandi buningga. Fakama tajuzul ijazatu ma ghaybatihi fakada al-fasl. U yo'q chog'da so'z hisob desa, yo'q chog'da yandiratdim, bekor qilayotgansin o'xshashlar hisob qildi. Yani bu ikkisining farqi yo'q demakchi. Hisab desin yoki yandudim desin, chiqirsa qarishda bayat bo'lsin, yo'qlar bo'lsin bo'lardi. Wa lahuma yani lit-tarafayn annahu fasxu aqdin fala yasluhu min ahadima kal-iqalati. Bu iqalaga o'xshaydi dedi. Bu yandirib berishga o'xshash. Bir taraf buni yandirib bergandek. Bundan keyin yalnız bir tarafning so'zi bilan bunday hisoblab ketgan, qarshi tarafga shu uqtirish lozim. Xabarda bo'lish lozim. Bi xilafil ijazati. Ammo so'dini hisob qilsa, bu farqlat. Nu o'xshamaydi. Li'annaha ibqa'u haqqil akhari fala yahtaju ila ilmi. Chunki bu so'zni hisob degan taqdirda qarshi taraf burun ixtiyorlik mandi yo'q bo'ldi, sotgan hisob degan bo'lsin, bu ziyon tortmaydi. Shunama so'zni hisob desa, Xudo shukr, yandirib ekanman bo'ldi deydi. Agar qarshi taraf yandirib elish mening haqqim deb qolgan bo'lsa, bu kishi u odam uqtirmay hisob desindimisan, u yomon yandirib ola oladi. Lekin aşağı satgan kişi aşağı kayıtır alamayman degan demek yok. Lekin aşağı 3 gün sonra içinde kayıtır edişini yaratmasam çanda. Ya kayıtır alamaydı. Çünkü şu so'zini xiyar bekitmay turiblan qilibsa, so'rini shuni qilib ketganligidan bo'ldi, so'zni kutib bo'ldi.
Wal fasxu isqatu haqqihi fahtaja ilay. Endi bu fasx degan qarshi tarafning yenilish haqqini bekor qilib o'tishdir. Bu men yenib oldim degandikilar bir taraf shunday yansa, bu odam men yenib oldim, uni baribir amini endi degan gap. Chunki bular boshdan bir taraf yansa yenib ketgan qutishgan. Dalgın men yandım desa, bu yandım deyişe qarshi tarafninki sodini hisob qilay yo yandiradigan tanlash haqqini bekor qiladi. İki tarafning birisidan sotuvchimizni qas desak, masalan, men birisini bir telefon olgan bo'lsam, ikkilaylarni 3 kungacha maslahat qilib qasimiz yeni olaymiz deyishgan bo'lsa, men birinchi kundilam qachcha yo olmayma deb yandirib bergan bo'lsam, aslning qo'llaridagi 3 kun ishi yenish yo yanmaslik fursatni ko'ydiryapti. O'cham yo'q, mening hisob qilish qilmaslik ixtiyorligim bordir deb, sizlar o sodini hisob qilib o'tmaylar. Bu haqlar tushib ketdi deydi. Shunga fasl masalasida qarashlar bilish lozim. Yoki oldida deyish lozim deb shart qildik. Lekin ijozat degan unda emas. Uning haqqini tushirib olmaymiz. Ijozat desak, misoli biz ayda tutishib, men birinchi kunni bo'ldi, hisob men yanmayman deb. Tanladim usuldan desak, qarshi tarafninki yenilish fursatini bekor qilib olmaymiz. Bu xalsa yenilaverdi. Biz tanlamaydi. Shuni farqlar. Fain fasakha bi ghaibatihi hamda u yo'qiyada bekor qilib tutdi. Yo'qiyada bekor qilyapti. Men yandim olmayman matulni. Fa'alima bihi fil mudda 3 kun ichida bu xabar topdi. Qarshi tarafning bu sodining yenilganligidan xabar topdimi? Tammal fasx 3 kun ichida xabar topgan ekan, bu nak yo'lliq sho'g'an ekan, o'zining haqqi soda bekor bo'ldi. Wa illam ya'lam hatta madatul mudda tammal aqd. 3 kungacha xabar topmasa, bo'cha so'z kutib bo'lgan bo'ldi. Hozir xatolik kimning xatoligi? 3 kun ichida yandim deb yanganlikni qarshi uqtumganlik, o'sha yangan odamningki xatoligi. Siz qarshi tarafga xalq qo'ygan ekan, bu so'zda kutib qolibdim, yanolmaysiz deymiz. Qala va xiyaru shart la yurafu. Bunda yeni bilishni shart qilgan holda bu shu haq yoki shu huquq miras qoldirilmaydi. Li'annahu mashi'atun. Çünkü bu bir ixtiyorlik sınama va taravvun va o'zini tutulash, dansab baqish, o'yinni baqishga iborat. Va zalika la yutasawwaru fihi al-irth. Buni miras qoldirdi deb tasavvur qilish mumkin emas. So'din kimning qilgan bo'lsa shu o'yinni baqdi, shu dansab baqdi. Li'annahu la yaqbalu al-intiqal. Çünkü bu setvachining kallasidan miras qo'lning kallasiga yutilgan narsa emas. Masalan, bu misolda dadisi ashunda 3 kungacha yandirib akab basam akab birma deb bir telefonni setib olgan bo'lsa, bir kundan keyin dadisi o'lib qoldi. O'lib qolgan miras qo'llari qoldi bu telefon. Miras qo'llari shu 3 kun ichida yandirib akab birish haqqi bo'lamdi yo'q. Bo'ldi ketdi. O'lib ketgan chiqishlar. Yani dadam yaptıkken, 3 gün şart tutken, adeta 1,5 gün buldu, vakti baki yandıp ekel dolusu ya, dadırılan kılışkan soğudetti, elip kesti. Ama xiyarul ayıp bulup da asa bu karaklık deydi. Mesela, setip ağam telefonunu dadısı ağamdan keyin 1,5 gün boğaça ölüp ketti. Yani balaları bu miras kalan telefon karasa, çatak. Ekranı rızılıp ketken, ya bir yerimiz kanda, ya ki kan tutmaydıgan çatak sıktıma. Bundan keyin buni miras qo'llari yandirib beraydi do'konchiga. فَلِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ اسْتَحَقَّ الْمَبِيعَ سَلِيمًا. Çünkü setvachi dada saq telefonini şartı batdı bunu. Ama şu so'tida. فَيَنْتَقِلُ إِلَى وَارِثِهِ كَذَلِكَ. Bundan keyin bu saq telefonini şartda miras qo'llariga yutkiladi. وَأَمَّا خِيَارُ التَّعْيِينِ. Yani tayinlash ixtiyorligi bo'lib qolsa, bu miras qoladi. Ma xiyar shakka o'xshamaydi. Xiyar aybga o'xshaydi bu deydi. Xiyar tayin deganni, masalan, dadisi do'konchining telefonini ishkina yaptı. Birisi qizil, birisi oq. Uyga kelib, "Unda ayolimga qarshi yarasa, shuni olib qolaman, birini o'g'limdan sizga uyatib birman." Birini olib qilib deb kutishgan bo'lsa, ba'zi to'nishlar shunday qildi-ku. Uyga olib ketib, buni indirib turgan gap. Aslında ixtiyorlik bo'lmasa, asli dadisi o'lmagan bo'lsa, bir telefonni olib, bir telefon qaytarib turdi-ku. Yani şu qaytarib birish aralig'ida dastigib ketdi. Ballara ikkining birini tanlab, birini vazifasi bo'ldi. Miras tanlash haqqi. Fa innahu thabata lahu ibtida'an
lihtilat mulkil muvarrisi bi mulkil gayr. Yani bu xiyar tayin degan şu sabata lahu lil varis demdo. Miras aluvchininki haqqi deymiz shuni. Xuddi mushuning haqqi bulab boshlanib ketgandeklar bo'ldi. Aslida mushunga isbotlangan haqqdan qaraymiz. Nima uchunsa, miras qoldiruvchi dadisining mulki hozir do'konchining mulki bilan o'rlashib ketdi. Ana bu miras qilish uchun qanday qilish lozim? O'zizga tava mirosni ayirish lozim. Ayirgan ekan, ma'o dadamga miras ekan, ma'a do'konchining deb anda aniq bo'ldi. Mushahatni ayirish uchun miras qo'yga bekitilgan bir haq bo'ldi. Yani bu dadisimi aslında bir hak talaş hukuku battı. Hali bu şu demek mi? O dadisinin numarasını unutup kesek mi o kılgan hiyarı tayinini? Muşunun hazır özün miras hakkını ayırış için ayında ayırış hakkı var edi. Muşu miras koyun. Tallamayı bulma mirasını alamaydı. قال ومن اشترى عبدا على أنه خباز فكان بخلافه bir kulne navaylık hünürba der setwaptı. فكان بخلافه قرسا navaylıktan fakat haberi yok. فإن شاء أخذه بجميع الثمن خالصا ay dişken pulga aşodun hesaplayıverdi. وإن شاء رده خالصا yandırıtıdı. Bütün pulunu kaytırıldı. Yani hada vasfın. Çünkü bu bir sıfat. Yani şu kuldaki bir sıfat. Bu kul navaylıkını bildi. Yani sıfat. Wal awsaf la yuqabiluha şey'un min ath-thamani. Yani bu sıfatke qarta kulga bergen bahanın bir kısmını udullu olmaydı. Aslı bu kul navaylıkını bilmeydiğin bolsa 80 bin koyda, navaylıkını bilgenlik için 100 bin koy oldu. Ona navaylık hünürünün karşılığı 20 bin koykende bunda bekletil olmaydı. Feyakulu bir cemiyat zaman. Ondan iken bunun bağısına iş buldu. Şu 100 bin koy var. 100 bin koyga hesap kılıp eli vurdu. Ya 100 bin koyunu koytup aldı. Ama bu navay çıkmadı. Ondan iken navaylık hünürünün karşılığı 20 bin koydu. Ben 80 bin koyga hesap kıldım. 20 bin koyunu koytup basla navay mesken mağadisi bulmaydı. İlla ennehu fâtehu vasfun mergûbun fihi. Fakat onda bir yerde özü kızıkkan şu hünerkesini biliştek bir süpat koldan ketip kalgan buldu. Mustahakkın bil aqd. Aş so'dida erishmoqchi bo'lgan, haqqi bo'lgan aş süpat ketib qoldi. Fa bi fawatihi yathbutu lahu khiyar. Aşu süpat qo'ldan ketgan bo'lgan ekan, uningga ixtiyorlikni bermas. Yandır bir ixtiyorlik bo'ldi. Li'annahu ma radiya bidunihi ka wasf as-salama. Çünkü o aş so'dan qilgan chaqda shu so'diga nimaga asosan rozi bo'lgan? Aşu hünakes aşunu bilidu navay deb andır razı olgan. Eğer navay demigen bolsa onun olmaydı o razı olmaydı. Kavasfı selama. Xuddi bir qulni setib olgan chaqda saq deb o'ylab 100 bin ko'yni bergan bo'lsa, u saq chiqmasa, bu chaqda ixtiyorlik bo'ldi. Shunga o'xshashlar. Va ala hada ishtirat sa'ir al-hiraf. Başqa har qanday o'zgarishni shart qilishmi? Bu shunga o'xshash. Mesela birisine xat alaydı, kompüter alaydı deb olgan bo'lsa, kim bilmaydigan chiqsa, shunga o'xshash yandırib berish haqqi bor. Vallohu a'lamu bis-savab va ilayhi al-marji' wal-ma'ab. Subhanallohi va bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Shunga albama mesela bir hafta içinde yandırıp akıp bırakayım. Ektarın tarafta yan bir hafta dışla, bir ay dışla, bir yıl dışla ektarın tarafta yan buldu. Bir hafta içi yandırma, bir ay içi yandırman da kalsa, bunu misallık yapamda. Ne 100 bin misal kuvvetli olduğu 3 günden artık ne? Şuna bir hafta şart kalsa 3 gün geçe karayımız. 3 gün geçe bu son tükes tüketti bulmasa bulmadı.